Assalomu alaykum. Bugun X-Media podkastimizda mehmon o'z ishini mutaxassisi, 10 yildan ortiq tajribaga ega kosmetolog Azadaxon. Assalomu alaykum, yaxshimisizsiz? Bugun siz bilan yigitlarni, erkaklarni qiynaydigan savollarni beraman. Kosmetologga borish erkak kishi uchun, yigit kishi uchun qanchalik uyatli o'zi aslida? Erkak kishi, ayol kishi, yoshlar uyat emas, qanaqasiga uyat? Yuzingizni ko'rsatgani, muammosi bor yuzingizda kelyapsiz. Yuzingizni ko'rsatganida bir xil erkaklarda hamchi ugrilar chiqib yotsa, yiringli ugrilar chiqsa, kimga borasiz? Kosmetologga borishadi yoki ko'nib o'shanga? Xirurgga bormaysiz-ku. Ha. Birdaniga operatsiya qildirgani, yo yurak doktoriga bormaysiz-ku. Oshqozon doktoriga bormaysiz. Yuzingizga narsa chiqsa erkak kishiga, katta ugri chiqyapti, yiringli ugrilarda kimga borasiz? Kosmetologga borishadi. O'tdi, kosmetologga kelasiz. Lekin xalq ichida, yoshi kattalar ichida kosmetologga borish, psixologga borish degan narsalar oldin bo'lmagan. Endi rivojlanyapti bu sohalar. Shuning uchun hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar bilan oldingi vaqtdagi odamlarning dunyoqarashi to'g'ri kelmagani uchun sal uzilish bo'lib qolyaptimi deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Yo'q, kelishyapti bolalar ham. Yoshi kattalar ham bormi? Yoshi kattalar ham kelishadi. Faqat yoshi kattalar bilan aytganingizdek gapingiz to'g'ri. Yoshlar kelsa, yoshlarga uyat yo'q. Yosh yigitlar kelishadi-yu, o'sha 12 yoshdan buyog'i, 24, 25, 30 yoshgacha, 30 yoshdagilar o'sha kelishganda aytishadi-da, o'rtog'im bilib qolmasin. Ha, mana shu narsa. Hech kim bilib qolmasin. Istoriya qo'ymang, istoriya, meni ko'rib qolishmasin. Mana shunaqa narsa. Yoshlarning yuzini biz pakaz qilib olib chiqamiz-da. Do'yi poslini olib chiqamiz. Yiringli yuz bilan keladi. Biz yaxshilab berganimiz holat. Olib chiqqanimizdan keyin, lekin yoshi kattalarni mana yuz juda ham ugri, qora tochka, yog'larga to'la kelishadi, xira yuz bo'lib kelishadi-da. Kosmetologdan keyin yuzlari oqarib, tiniqlashib qoladi ancha, poralar yengillashib, voy, yengil bo'lib qoldi yuzim deyshadi o'zlari ham. His qiladi-da shu narsani, yuzim yumshoq, yudiramiz biz o'zlariga, ushab ko'radilar, yuvayotganda yumshoq bo'lib qoldi yuzim deydi. Почти 10-15 kun menga rahmat aytishadi Telegramdan yozib. Yuzim yumshoq bo'lib qoldi, zo'r bo'ldi, nima qildingiz deb. Eng yoshi katta mijozingiz necha yosh? 60 yosh bo'lgan. Yosh katta, amaki bo'lganlar. Yuzlarida juda ham qizlar olib kelgan menga adalarni. Endi ular yuzlari juda ham ugri to'lib ketgan, o'sha qora tochkalar deganlarim, chorniy tochkalar, jiraviklar to'lib yog' bosib ketgan, ularning yuzlarini tozalatgan olib kelganlar. O'zi ugri chiqishini asosiy sababi nimada? Yog' bezlari ko'p ishlab chiqarishdan, har xil ugrining turi ko'p. U turga bo'linadi ugri. Shunaqa. Kana bo'lishi mumkin, infeksiyalardan tushishi mumkin, har xil. Necha yoshdan boshlanadi o'zi bu kasallik, ugri chiqishi? Ko'pchilik aytadi. Yoshlar tanlamaydi ugri. Masalan, yosh balog'atga yetganda, ayniqsa yigitlarda ko'payib ketadi, gormonal almashadi-ku, shu vaqt ko'payib ketadi. Lekin meni hozirgi vaqtda 11 yoshli jiyanim ham yuzida jiravik to'lib ketgan. Ko'p fast food yeyapti-da, u ham Amerikada yashaydi. Kelishda kelganda yuzini ko'rib, men shok bo'lib qoldim-da. Yosh bola-da, hali u 10 yoshli, 11 yoshli jiyanim yuzida jiravik to'lib ketgan. Yog'li ovqat yeganidan, shu fast foodlar yeganidan. Oshqozonga bog'liq. Oshqozonga ham bog'liq. Dermatolog sifatida ham ishlaysiz, to'g'rimi? Shunaqa. Nima farq qiladi dermatologicheskiy bilan kosmetologicheskiy, o'sha kosmetologda muammolar? Bazaviy kosmetolog bilan chuqur kosmetologiya. Chuqurroq muolaja ham yozsangiz bo'ladi-da. Misol uchun bizda analiz olinadi kelganingizda обязательно. Ko'p kosmetologlarda chiskaga murojaat qilishingiz mumkin. Faqat chiska ko'pchilik. Kosmetolog deganingizda shu chiska yuz turi ustki qavat, bazaviy deyiladi-da. Ustki qavatini ko'rib eta olasiz, qilib bera olasiz. O'zingiz noldan boshlab oxirigacha. Shunaqa, dermatolog degandan keyin analiz olasiz undan, analizga qarab natijalar, analizga qarab lecheniya qilasiz. Ana shunaqa vaqtda iqlim qanchalik ta'sir qiladi yuzga? Juda ham katta ta'sir qiladi. Masalan, O'zbekistonda. O'zbekistonimizda havo buzilgan, og'ir. Nimaga so'radim buni? Dengiz yo'q-da bizda, okean yo'q. So'raganim kislorod. Turkiyadagi o'zim tengi o'rtog'im, ularning yuzi tiniq, lekin hech qanaqa yuziga maska ham qo'ymaydi, hech nima qilmaydi. Yuzlari hammasi tiniq. Havodan dengiz bor ularda, changi tortib turibdi suv. Faqat suv bo'lish kerak-ku. Ovqatlarchi? Ular zaytun yeyishadi, ko'pchilikga so'rasam zaytundan ovqatlanishadi. Sabzavot deyishadi. Shunaqa. Turklar juda ham foydali ovqatlanishadi. Men Turkiyaga borib bir hafta zo'rg'a yashayman. Nega? O'zbekman chunki. Siz yog'li, xamirli ovqatlar. Albatta, qazilar bo'lishi kerak. Yog'li, kuchli ovqatlar bo'lishi kerak. Mazam bo'lmay qoladi 3 kunda. Kech uxlash yoki uyquga to'ymaslik yuzga qanchalik ta'sir qiladi? Kech uxlash yuzni charchatib qo'yadi, ko'zani.
Doimiy logistlar masalan, kuni bilan kun almashgan, kam uxlashadi yoki san'atkorlar. Shuni ham ta'siri bormi? Bor. Ko'z atroflariga ta'siri bor. Yuzi osilishga olib keladi. Chunki uxlash kerak odam o'ziga. Uxlash ko'p sog'liqda juda ham eng katta foydali narsa uxlash-ku. Vaqtida uxlash. Vaqtida uxlash 7 soat yetarli. Хотя бы 7 soat me'yorda uxlash kerak. Odamzod o'ziga to'g'ri rejim qo'ysa, to'g'ri tartibli kun qo'ysa, ana o'shanda vaqtida uxlash rejimi bo'lishi kerak. Qaysi soatda uxlasa ham 7 gacha uxlash, 7 soat ichida uxlash kerak. Tun kunni farqi yo'q yuzga asosan, to'g'rimi? Tun kunni masalan, logistlar bor. O'rtoqlarim yuzi juda oqib ketadi-da, chunki ular kechqurun ishlashadi, ertalab uxlashadi. Shuni ham nimadir ta'siri bormi? Albatta, hamma narsani o'z vaqtida uxlash kerak, o'z vaqtida bajarish kerak. Hamma narsani o'zini uxlash kerak bo'lgan soatimiz kechqurun. To'g'rimi? Kunduz kuni uyg'onishimiz kerak, ishlarimiz qilishimiz kerak. Keyin yana sizga bermoqchi bo'lgan savolim, sizni sohangizga aynan siz yo'nalishingiz bo'yicha, masalan, o'zim stomatologga har 3 oyda boraman, borishim kerak. Kosmetologga odam doimiy kelib turish kerakmi yoki kerak emasmi? Masalan, 6 oyda bir, 3 oyda bir. Bo'ladi, sharoitingizga qarab kelaverasiz. O'z oynaga qaraysizda, kosmetologga borishim kerak. Kelaverasiz. Doimiy borish shart emas. Yo'q, xohlasangiz agar endi mana qarang-da, siz keldingiz-da yonimga, yuzingiz chiroyli qilib qo'ydim mana. Toza, yengildek yuvayotganingizda, bir oydan keyin yana o'sha yog' yig'iladi-yu, yig'ilgandan keyin yuzingizni yuvayotganingizda, oynaga qarayotganingizda o'sha oldingi qildirgan chiska holatingiz esingizga tushiradimi? Yuzim zo'r bo'lib qolgandi. Yana ozgina to'plandi-yu, shu yog' deysizmi? Keyin nima qilasiz? Bir oydan keyin yana kelasiz chiska qildirgani. Bu yaxshi narsa. Yaxshi, hech qanaqa zarari yo'q, chuqur tozalab beryapmiz-da, yog'lardan xalos bo'lyapsiz. Hozirgi burunni mana atroflari erkak kishilarda rosa hidlanadi. Bilasizmi? Tozalash kerak. Erkaklarda juda ham ko'p bunaqa narsa. Ikkita burunni mana shunaqa yon tarafiga yog' yig'ilib qoladi-da. Rosa sasiydi, hidlanadi. Erkak o'shandan noqulaylik sezib o'zidan burnim atrofida yog' shunaqa sasib ketadi-da, quloqning orqalarida. Ana o'shaqa vaqtda tozalatib ketishadi. Chiska. Undan oldin ham qanaqadir ko'rik bo'ladimi yo faqat chiskami? Chunki chiskaga to'g'ridan-to'g'ri boraverish qanchalik to'g'ri demoqchiman. To'g'ri, hech qanaqa noto'g'ri joyi yo'q. Yuzga hech qanday yomon ta'siri yo'q. Yo'q, 3 oy agar chiska hech ham yuzingiz qilinmagan bo'lsa, hech bo'lmasa bir marta chiska qildirib qo'ying, 3 oyda bo'lsa ham, 1 yilda bo'lsa ham bir marta chiska qildirib qo'ying. Narxi qancha? Narxi hech qanaqa qimmat emas. Dirектga yozsanglar aytaman narxini. Sizda masalan minimal summa bilan maksimal summa qancha? Mendam yuzni holatiga qarab aytiladi. O'rtacha hisobda masalan. Sizni yuzingizda unaqa ugri ko'p emas, to'g'rimi? Qora dog'lar ko'p lekin. Apparatda tozalab bersam bo'ladi. Apparatda tozalash narxi boshqacha bo'ladi. Qo'lda tozalash narxi boshqacha bo'ladi. Qo'lda tozalanganingizdan keyin juda ham ko'p ugrilar bo'ladi-da, unaqa qiladi. Vaqt ko'p ketadi tozalab bo'lguncha. Har bittasini tozalab chiqasiz. Kosmetologiya qanchalik soxta? Soxta? Kosmetologiya nimaga soxta? Aytishadi-ku, soxta yuz tabiiy emas, ayollarda shunaqa. Me'yorni oshirib yorsa. Shu qanchalik soxta deb ayta olasiz siz? Qanchalik? Shunaqa fikrdagi insonlarga. Soxta. Agarda ayol kishi o'z me'yorini bilmaydi-yu, yana deversa, albatta yuzi soxtalashib ketadi. Yanoqlarga ko'p filler. Qarang, ko'p filler ham zarari bor. Suv yig'adi borib. Agar me'yorni oshib ketsa. Shuning uchun ko'p filler ham zararli, ko'p yuziga o'ta ko'p ishlov berish ham zararli. O'zi nuqtasi bormi tugallanish? Yuziga qarab aytamiz-u, misol uchun botoksin qilganimizdan keyin 6 oydan 7 oygacha deb aytamiz. Bo'ldi, 6 oydan 7 oygacha kelmaydi. Yo'q, muolajaga kelinmaydi. O'sha 6 oy, 7 oydan keyin ham yaxshi yurishadi. Bir xil 1 yil deganda kelishadi, yaxshi turgani uchun. Uni hech qanaqa zarari yo'q. Misol uchun 7 oy dedim, 7 oy muddatda kelmaydi, bo'ldi. Bir xil o'ylashadi, kosmetologga borish uchun ko'p pul kerak, ko'p pul ketib qoladi deyshadi. Shu qanchalik to'g'ri? Aslida unchalik ko'p pul ketmasa kerak. Agar yuzi holatiga qarab, erkak kishilarda ko'p ketmaydi. Chunki erkaklarda faqat tozalatadi. Tozalatgan yotgan vaqtda papillomalarni ko'rib qolamiz. Yuzda ozgina qatlardir dog' bo'lishi mumkin, shram bo'lishi mumkin. Erkaklarda shram ko'p-ku, yo tatuirovkalari bo'lishi mumkin. Tatuirovkalarni ham o'chirasizlar? Tatuirovka udalение qilamiz. Bizda hamma lazerli apparat bor. Eng yaxshi kosmetologlar har doim birinchi bo'lib ish quroli. Shu narsa tatuirovka ham o'chirar ekansizlar, shu narsa qiziq. Tatuirovkani qayerdaligiga qarab ham nimadir o'zgarish bo'ladi. Masalan, bir xillarda bo'yinda bo'ladi. Qon tomirlarga yaqin joylarda, bir xillarda bu yoqda, bir xillarda qo'lda. Farqi yo'q. Lazer faqatgina ustki qavatini o'chirib beradi, teri. Ichkarisiga hech qanaqa zarar bo'lmaydimi? Uni o'chirgandan keyin o'chirtirish kerak. Nima qilasiz tatu bilan?
Yo, tatudan qutulish kerak. Tatuirovkalardan, tatudan. Zarari. Tatuirovka. Zarar, gunoh, keragi yo'q. Turkiyaga borib turaman. Tatuaj ham, qosh tatuaj qildirish ham eng katta. Mana hozirgi vaqtda juda ham ko'p, kuniga 5 ta, 6 ta tatu qoshlarni o'chiraman. Tatuirovkalar haftada 2 marta, 3 marta o'chiraman. Katta tatuajlar, tatuirovkalarni qizlarda, endi bolalarda ham ko'p, erkaklarda ham, barmoqlarda. Bolalarda ko'p bo'lsa kerak menimcha, tatuirovka. Da, hozirgi vaqtda qizlarda ham bor tatuirovkalar. Qildirishadi-da, уже tushunib yetishadi, keraksiz narsa ekan deydi. Ana уже tez asabiga tegib qoladi, joniga tegib qoladi-da qizlar. Hali 1 yil bo'lmasdan o'chirtirib tashlashadi. Yoqmayapti deydi. 2 martada, 3 martada o'chadi svejiy tatuajlar. O'zingizga yoqadigan, mazza qilib ishlaydigan 3 ta muolaja qaysi biri? Eng birinchisi botulotoksin. Botoks qilib bittada momentalniy effekt. Bittada bilinadi. Bittada. Srazu qilganimda уже srazu o'zgaradi. И lab filler qilganimizda. O'shanda ham ayollarda 20 yosh shundan minus qilib tashlaydi. Lab o'zgaradi. 20 yil. Lab juda ham yuzga face chiroyli beradi. И ko'pchilikni baqbaqasi bo'ladi-da, iyagi bo'lmaydi. Mana bu iyagi bor-ku, chiroyli face-da, endi baribir yuzi qizlarning face hozir urfga kirgan chiroyli iyaklar, ikkita yo'llarni chiqarish. Baribir yuzi chiroyli ko'rsatadi, to'g'rimi? Uzun chiroyli yuzlar. Modellar yuzi ham uzun bo'ladi. O'shanga qiziqib ko'p qizlar mashq qildirtiradi labni, и botoks. Zo'r rezultat bittada. Chotki o'zgaradi. 3 ta tavsiya berganingizda qaysi tavsiyalarni bergan bo'lardingiz yuz uchun? Qilinish kerak bo'lmagan. Ko'pchilik qiladigan, va siz bilasiz-ku, odatiy hayotda qilib qo'yadigan ko'pchilik qiladigan xatolar. 3 tasini qilmasa yuz yaxshi bo'ladi. Qismaslikni xohlayman. Uy sharoitida lekin ko'pchilik uchun bu qiyin. Yo'q, qismaslik kerak. Uy sharoitida qarang-da. Kanasi bor yuzlar bir xillar aytaman-ku, qisadi qo'lidan-da, bakteriya hamma joyga yuqtirib tashlaydi. Qo'lida bor-ku o'sha, qisgandan keyin infeksiyasi. Keyin u qo'li bilan qisadi, boshqa joyini qisadi, yana boshqa joyini qisadi, nima bo'ladi? Ko'payib ketadi. Eng yomon tavsiya shu, umuman qilmanglar bu narsani. Agar bu narsani orqasida qancha yomon qanchadan qancha infeksiyalar yotganini, keyin oqibati yomon bo'lishini bilsanglar, bu narsani qilmaysizlar. Oqibati juda ham yomon. Hamma yuzi ugri to'lib kelgan, toshmalar ko'payib ketgan, yiringlab ketgan yuzlar o'zi qisganidan bo'ladi. Birinchi qisgandan ko'payib ketadi. Ikkinchisi qilmasligi kerak. Fast food yemasin hech kim. Fast foodni ham zarari ko'p yuzga. Juda ham ko'p fast food. Uchinchisiga nima deya olasiz? Uchinchisiga o'z vaqtida uxlasin, ko'p telefon o'ynashmasin. Telefon ham zarar ekan yuzga. Fast food, telefon. Nurku ko'p telefonga qarash, ko'p telefonda o'tirish, даже ayollar pastga qarab o'tiradi, baqbaqasi osilib ketadi ayollarda. Mana shu zona, zonasi полный osilib ketadi, pastga qarab egilib telefon ko'radi, yotib telefon ko'radi. O'shanaqa vaqtda keyin qo'shin chimirib, bir harakat qilib ko'rishadimi, ajin tushib ketadi yuzga, osilib ketadi yuz. Ko'z atroflari, bilasizmi? Telefonda o'tirgan odam hozir 5 minutga deb qo'lingizga olasiz. Shundoq kiraman, shundoq chiqaman. Shundoq kiraman, o'zimda ham bo'ladi. Ko'pnaqa holat. 1 soat, 2 soat qolib ketishadi. Shunaqa. Kechasi ayniqsa bo'ldi, men bugun soat 8 dan uxlayman deyman. Hozir 1 soat telefon o'ynayman, deyman 9 bo'ladi. Hozir yana 2 soat deyman-da, qornim ochib qoladi. Keyin ovqatlanaman, shu telefon o'ynab ovqatlanaman kechasi. Keyin vaqt o'tib ketib qoladi-da, yo'q deyman, srazu уже bilinadi menda. Kamaytirdingizmi hozir shu narsani? Harakat qilaman o'zim. Qanchalik tavsiya beraman hammaga. Lekin o'z vaqtida uxlayman, onamnikiga borgan vaqtlarimda, onam bir xil vaqtdalarda, rejim bor. Yoshi katta insonlar uylarda, xonadonlarda bo'lsa, anaqa bo'ladi. Svetlar o'chadi soat 9 dan keyin. Shunaqa. Rejim bo'ladi. Ertalab 6 da hamma turadi. Shunaqa. Yoshi kattalar bilan yashaganlar maza qilsa kerak mana shu videoni ko'rib. Uyda xonadonda yoshi katta inson bo'lsa, albatta uning uyida fayz baraka bor deyshadi-yu. Vohlidan turiladi, hamma ishga uspech qilinadi, ulguriladi. O'z vaqtida ovqat bo'ladi. Telefon ko'p o'ynalmaydi. Zararsiz narsalar qilinmaydi. Ko'chada ovqat yeyilmaydi. Rahmat. Menimcha yigitlarga, erkaklarga kerak bo'ladigan ancha foydali tavsiyalar bo'ldi. Endi bundan keyingi suhbatlarimizda yanada o'sha Turkiyaga boraman dedingiz. Bitta savol. Turkiyada ham erkak mijozlaringiz bormi? Qancha foizi erkaklar? 30. Qolgan 70. Yoshi katta yoki yoshi kichkinalar? Yoshi kattalar ham, o'rtachalar ham. Lekin kichkina mijozlarim yo'q bo'lmadi. O'rtacha bilan katta yosh. Adashmasam o'smirlarga ko'proq kerak bo'ladi bunaqa narsa. U yoqda yoshlari unchalik muhtoj emas yuzi. Yosh yigitlarning yuzi yaxshi,
holati. Nima kerak menga degan narsa bo'ladi. Ularda o'ziga bo'lgan ishonch kuchli-da, juda. Samimiyatsiniki juda yuqori. Juda kuchli. Yo'q, men vashi zo'rman, chiroyliman degan narsa bor ularda. O'shaning uchun yosh kattalari endi yoshlik Yosh davrini kattalar aynan biladi-yu. necha yoshdan yuqori? 40, 30, 30, 30 dan yuqorilardan boshlanadi mijozlar. 45 yoshgacha mana shunaqa borganimda. Ular ham hammasi ajin bilan muammosi. Ajin bilan ko'proq. ajin. Lekin ugri bunga o'xshagan narsalar bor. Yo'q, ugri davolamaganman Turkiyada. Turkiyada 2 martami 3 marta ugrini davolab berganman. Lekin ko'p muolajalarim full face, botox, papilloma. Oldin safar borganimda rosa papillomaga mijozim ko'p bo'ldi. Turkiyada. Papilloma oldirishga. Sepkel, papillomalar, dog'larni ketkazishga. Mana shunaqa. Asosan optingizni qayerda oshirasiz? O'zbekistonda yoki Turkiyada ko'proq oshadi? Optim men ko'p joyda marakam oshirib kelaman. Dubayda ham, Turkiyada ham, Mavriki shahriga ham borib kelganman. 3 oy ishlab kelganman. Bilmadim. Dunyo ko'rish yaxshi ko'raman. Tajriba almashish yaxshi ko'raman. U yoqda qanaqa, bu yoqda qanaqa solishtiraman. Sizga qayer yoqadi ko'proq? Mengami ko'proq Mavriki yoqadi. Imkoni bo'lganda ketgan bo'lardingiz Mavrikiga? Unda yana borish xohlayman. Chunki u yoqdachi yosh qari ayollarga qarasangiz-chi yuzida uncha ajin yo'q-da, muammo yo'q. Nimadir qilib qo'y deydi ular faqat. Nimadir qilib qo'y. Qo'yni ko'tarilsin, shunaqa u yoqda. Prosta o'zimni xursand qilish uchun aytaman-ku, u yoqdagilar o'zi uchun yashayotgan. O'sha shahardagilar o'sha bu yoqda ancha hayotlarini joyiga qo'yib qo'ygan. U yoqqa borib hajimgina, spokon. Bizga o'xshab o'g'limga to'y qilishim kerak. Unaqa tashvishlar yo'q-da o'shalarni. O'sha maza qilishlanganman. Shunaqa. Nimadir qilib qo'y deydi. Nimadir qilib qo'ysangiz ham xursand bo'lib qolishadi, lekin narx-navosi ancha yuqori. Ancha baland. U yoqda qanaqa bo'ladi deyishmadi. Aytdingiz, Turkiyada ofisingiz bor, to'g'ri. Mavrikida qanaqa bo'ladi? Mavrikidami? U yoqda ham opachamlar o'zlari xo'jayin, turmushga chiqqan bitta opacham bor, klientim ham. Klientim yaqin bo'lib ketganmiz-da, ularning yonlariga borganman. O'sha yoqdan klient topib turganlar, o'zlari mijozlarni yig'ib turganlar. Ishxona, salonlari bo'lganda o'sha vaqtda xo'jayinlar ochib beraman, o'sha bo'ldi, konkretno joy topishgan, ochamiz deb meni chaqirishgan. hamma jihozlar bor. Hamma narsa bor, tayyor edi, faqat keyinchalik ocha olmadik o'tdi. Yana qaytadan yo'qotdilar. Nima mashina haydingiz? Kia. K5 mi? Yo'q, Sales. Yaxshi mashina. Kosmetologiyada pul ko'p. Kosmetologiyada pul ko'pmi yo kosmetologlarda pul ko'p? Kosmetologlarda pul ko'p, to'g'rimi? Yaxshi o'zini mutaxassislarida pul ko'p. To'g'ri, mutaxassislarda. Ayollarga, qizlarga o'rgata olasizmi? Shunaqa kurs ochish niyatingiz bormi? Albatta. Men hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marta bo'lsa ham shogird chiqarishga harakat qilaman, faqat yaxshi shogird. Olaman, sinab ko'raman, chiqadimi yo'qmi, ko'raman deb o'zi chiqadigan odamda bo'ladiki, savol beraveradi menga, o'rganadi, izlanadi. Ammo o'zim shunaqa qizman-da. Iste'dodli bo'lish kerak, ya'ni. Ko'z bilan o'rganib olaman. Shunaqa qarayman bo'ldi, o'sha narsani qilib ko'rishim kerak. Ammo shu narsa uchun xohish bo'lishi kerak qizlarda. Xohish bo'lmaydi, unda qaraydi, bitta qo'lda telefon, bitta ko'zida bunday qarab turadi. Ammo unda hech nima o'rganmaydi. Qancha vaqtda yaxshi shogird bo'lib chiqa oladi? Yo o'ziga bog'liqmi? O'ziga bog'liq, men o'rgatib berishimga bog'liq unga. Misol uchun. Yaxshilab o'rgatib, zo'r bo'lib ketgandan keyin, bo'ldi, yaxshisan, sen kosmetologiyada davom et deyishim mumkin. Agar men yaxshi bo'lmadim, bo'ldi, o'qima desam o'qimaydi. O'rgatmayman. Demak, ko'rasiz, agar u eplab keta olsa, olasiz. Eplab keta olmasa, qancha pul bersa ham olmaysiz. Yo'q. Chunki sizni brendingiz, sizni nomingiz chiqadi uning orqasidan. Shunaqa. Chunki bir marta bittasi shunaqa bo'lgan. Bitta shogird chiqarganman, qoshini chizgan bitta ayolni. Meni shogirdim deb borganda, menda kechizoli deb Sizni nomingiz orqali. Ular birinchi bo'lib menga qildirgan bo'lganlar, korreksiyasiga shu ancha yildan, 1 yildan keyin ularga bormoqchi bo'lganlar shogirdimga. Men uzoqlik qilganman, Turkiyaga ketib qolgandim o'sha vaqtda. Unga borgan, u qoshni buzib qo'ygan. Keyin menga yozyaptilar, men Turkiyadan, qoshimni udaleniya qilib bering, iltimos, shogirdingiz buzib qo'ydi deb. Keyin men aytdimki, qanaqa shogirdim? Men uni davomini chiqarib yuborgan edim. Уже meni nomimni anaqa qilib yurganda. Sizni nomingizni sotib pul ishlashga harakat qilgan. Shunaqa. O'shaning uchun hozirgi vaqtda hech qachon men shogird oldimmi, ko'rsataman. Ko'pchilik mana juda ham ko'p, 30-40% qizlar kelishadi. Xafa qilib qo'yaman, jo'natib yuboraman, olmayman shogird. Chiqmasligini sinab tushuntirasiz. ko'raman. 1 oy sinab ko'raman, pulini ham olmayman, ko'raman o'zini. Mana aytishadi, to'lovini hozir beraymi deydi, to'xtab tur deyman. Hali sendan chiqadimi yo'qmi? Ko'raman, agar chiqadigan, oladigan qiz bo'lsa, qanchasini chiqarib tashlaganman, hammasini o'zim joylari bor ishlayotgan. Nechta shogird chiqardingiz hozirgi kungacha? Yaxshi, dostoyniy 3 ta bo'lgan. 3 ta ishonib ayta oladiganingiz.
bemalol Siz qilgan ishni ular ham qila oladi. Ha. Siz chala emas-ku, lekin qila olishadi. Da, to'g'rimi? Turkiyaga ham jo'natib bor, ishlab ketib jo'nata olaman bemalol. Agarda sizda semizlikdan yo bo'lmasam yuzingizda ugrilar, charchoq, yuzda mana shunaqa badanlarda toshma orqa taraflarda ko'rsangiz ko'p erkaklarda ham yelkalarda toshmalar bo'ladi. Ayollarda ham hozir ko'paygan, yelkalarda, orqa qismlarda, oldilarida toshmalar toshish. O'shanaqa voqea bo'layotgan bo'lsa, shunaqa kuzatilayotgan bo'lsa sizlarda, yo bo'lmasam hozirgi vaqtda terda ko'chishlik bo'lyapti. Ter ko'chishga o'xshab qizarib qolyapti badaninglar. Shunaqa ter kasalliklari bo'layotgan bo'lsa, zo'r ma'lumot aytaman, yozib olinglar faqat. Qalampir munchoq bor-ku, gvazdikani olasizlar, 1 kilo olib qo'yinglar uyingizga, shunaqa foydasini bilib olsanglarchi, har kuni ichadigan bo'lasizlar gvazdikani. Bitta choynakka suv qilasiz yoki bokalga kechqurun. Issiq suvga 6 ta 7 ta dona gvazdikani solasizda, limon solib qo'yasiz. Asal, shakar solishni tavsiya bermayman. Chunki asalga allergiyasi ko'pchilikda bor. Reaksiya. Shunaqa asalga ko'p allergiyasi kuchli bo'ladigan moyilligi borlar juda ham ko'p hozirgi vaqtda. Tomoq kasalliklari. O'shaning uchun asal tavsiya bermayman. Faqatgina shu limon bilan gvazdikani solasiz 7 ta dona, yopib qo'yasiz dimlab. Qopqog'ini. Ertalab turib ochiq qoringa shuni iching suvni, ham oshqozonlaringiz tozalaydi, butun ichingni tozalaydi, butun bakteriyalardan qutqaradi vujudni. Yaxshi tavsiya. Yigitlarga ham, ayollarga. Yigitlarga ham, ayollarga ham, yosh kattalarga ham ichish juda ham foydali. Mana shu narsani ichib ko'ringlar, gvazdikani. Men shu bilan yaxshi bo'ldim. Umuman lecheniya olmayman. Antibiotiklar olmayman. Antibiotiklar ham zarar. Me'yordan ko'p sog'liq uchun dorilar ichish ham bu zarar. Tabiiy narsalardan vujudimizni tetik, sog'lom qilish iloji bor. Bu narsani men ko'p tajribada ko'rib bilaman o'zim ham. Chet davlatlarda, mana Turkiyada. Nimaga ular dori ichishga qarshi? Hammasi qarshi, dori ichmaydi ular. Ular sal shamollab qolsa, tomoq og'rib qolsa ham shuni pastdan imbir olib chiqadi-da, imbir bilan limon ichadi. Imbir, asal, limon, zaytun, keyin dunganskiy qalampirlari bor, juda mashhur, achchiq yeyishadi. Maza qilib yeyishadi. Sog'lom ovqatlanishadi-da. Ular kasal bo'lib qolsa, yotib qolsa, 40 temperatura bo'lsa ham, mana shu imbirni issiqqina qilib olishadi, mana shunday qilib o'tirishaveradi. Dori ichishmaydi. Dori desangiz voy dvorishadi ular. Dorini plyusi bo'lganda minusi ham bor. Shunaqa. Men ham shular qatori unda ko'rganman, haqiqatan sog'lom, yaxshi bo'lish. O'zini yoshiga nisbatan yosh ko'rinadi ko'pchiligi, jismoniy jihatdan ham baquvvat bo'ladi. Organik, har doim organik narsalar yeyinglar. Men bu qalampir munchoqni keyin o'shanda kasal bo'lib qolganimdan keyin tuzalish uchun ichdim. Ichgan edim, taroziga chiqsam 5 kilo vес tashlabman. Tasavvur qiling. Demak, bu yigitlarga to'g'ri kelmas. Bir oyda. Yo semizlar agar bo'lsa, choy qilib ermakka har kuni ichaverdim-da men. Tamishirim уже yoqish boshladi og'izga. Birinchi ichganingizda uncha yoqmaydi, bemazadek tuyuladi. Keyin уже bir haftadan keyin o'rganib qolar ekansiz. Bu lekin ayollarga yaxshi tavsiya bo'ldi. Ayollarga zo'r. Erkaklar ham semiz erkaklar ko'p hozirgi vaqtda. Juda ham ko'p mo'njaro kelayotganlar bor, qancha. Mana ustozim qiladilar-da. Mo'njaroni o'shanga kelayotgan erkaklarni ko'rib. Tabiiy ozishning eng oson yo'li bor. Bir oyda 1 oy, 2 oy. 1 oyda 5 kilogram yaxshi. Erkaklar choy yaxshi ko'radi-yu, semiz erkaklar shu choy damlab qo'yishadi, maza qilib ichib o'tirishadi balkonga chiqib. Narx qimmat o'zi komanda. Production. Komandani narxi qimmat bo'lsa ham, lekin ikkinchi oyga ham to'lov qildim. Birinchi oyni to'lovini qilganimda qimmatli qilgan edi. Ikkinchi oyni avtomatik to'ladim. Oldindan. Natija yaxshi. Zo'r, natijasi zo'r bilan ishlashi. Lekin to'g'ri qimmat-ku, boshida qo'rqqan edim, qimmat har oy qanaqa qilib yetkazib beraman dedim. Gaplashganimda ham bular bilan ham birinchi gaplashganimda aytgan edimki, keyingi oyga qiynalib qolsam to'xtatib turamizmi dedim. Xudo xolasa qiynalmaysiz, ozada chiqazib olasiz degandilar, oqlaydi dedilar. Oqladimi? 80% oqladi. Bu degani keyingi oy bemalol oqlaydi, xudo xolasa 3-oydan. Yaxshi, tavakkal qilish yaxshi ekan. Risk qilibsiz-da. Risk qildim, lekin natijasi bor risk qildim. To'g'risi, buncha pulga qimmat to'g'ri. O'ylaydi birinchi. Hammaga qildirtirib, misol uchun menda ko'p takliflar bo'lgan, shunaqa aloqaga chiqishgan qizlar, kelishgan yonimga. Kuniga 200 ming so'm olamiz, yoningizda yurib video qilib yursak bo'ladi. Montaj qilib tashishardi. Video nekачественный. Xira, olingan videolarim bor, lekin o'chirib tashlaganman Instagramdan. Qo'yishga uni Instagramga qo'yishingiz kelmaydi-da. Uni xira kачествоsi yo'q videolar. Hozirgi videolaringizmi? Hozirgi kачество zo'r, premium kачество. Hozir kачествоsi zo'rligidan-da rekka chiqib ketyapti, hech nima qilmasak ham.
target market ochmasa ham o'zi zo'r uchyapti. Tabiiy uchirishyapti. Video Instagram yoqtiryapti ularni videosini ko'rib. G'oyalarni ham X-Media qilib beradi, to'g'ri? G'oyalarni, motivatsiyalarni, zo'r savollar berishadi. Kelaveradi, gaplashib o'tirib, savollarga javoblar qilib. Ko'p yaxshi harakat qildirtirishadi. Ish olib chiqishga, kimligingizni ko'rsatishga. Odamlarga shunaqa tushuntirib qo'yishadiki, bo'ldi. Misol uchun mana kelmoqchi bo'lganlar bor-ku, o'sha keltirib ham qo'yishadi-da X-Media. 100% ishonadi. Tavakka o'ylanib turgan odam postlaringizni ko'rgandan keyin rezyumeda, to'g'ri, hozir Instagram siz uchun bitta rezyume tayyor. Narxlarni ham chiroyli qilib qo'yganmiz, maslahatlashgan holda. Bular endi kosmetolog bo'ldingiz, bo'ldi, narx baland qiling, unaqa zo'r bo'lib ketdingiz siz degan narsani qilishmas ekan bular. Yo'q, baribir o'z narxni arzonroq qilingki, odamlar bilsin, ko'rsin, sizni natija bo'lsin. Birinchi o'chirda natijani ko'rsatishga harakat qilishar ekan. Klient olib berish kerak ular. Videoku hamma olib videoni qo'yib beraveradi. U hammani qo'lidan keladi. Hozir rosa ko'payib ketgan-ku. Ular video guruh mana shunaqa jamoalar juda ko'payib ketgan. Aloqaga chiqishadi. Skidka qilib beramiz bir oyni, mana buncha ishlab beramiz. Ishimizni ko'ring avval deb. Yo'q. Eng yaxshisi X-Media. Eng yaxshisi X-Media. Har doim yaxshisi yaxshi bo'lib kelgan. Yaxshi narsa yeyish kerak, yaxshi narsa ichish kerak, yaxshi narsa kiyish kerak. Odam yaxshi yashash uchun har doim yaxshisini qilish kerak. O'shaning uchun X-Media'ni tanlaganman eng yaxshisi deb. Premium качество deb aytganlarda, premium качество.